Diqqat! Telefonim eski bo'lgani va montaj qilishda yaxshi bo'lmagani uchun videoda qotishlar hamda ba'zi joyda ekran video yozuvchisi chiqib qolgan sahnalari mavjud. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Salom hammaga. Bugun o'tgan videoga o'xshab speedrun qilamiz. 3 bo'yin bo'yicha. Agar sizlarga video yoqsa, like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Men shuni aytmoqchi edimki, bu videoni qatlamma-qatlam olyapman. Ya'ni birinchi speedrun, ikkinchi speedrun qilib alohida video bo'ladi. Ya'ni ketma-ket video bo'lmaydi birdaniga. Bu foyda olib keladi. Ham tepada turgan video yozuvchi bizga vaqt sanab berishi mumkin. Speedrun qancha vaqt davom etganda hamda montaj qilishga osonroq. Bitta videoni kesish sal qiyinroq bo'lmoqda. Undan tashqari, mana shu videoni ko'rayotganlar sharh yozinglar. Keyingi videoda speedrun haqida bo'ladi. Keyingi video ham. O'sha keyingi videoda nima speedrun qilishimni 3 bo'limni yozinglar iltimos. Random joyga spam bo'lib oldim. Hali spamdan hech qancha qimirlaganim yo'q. 3 bo'limni haqida aytmoqchiman. Birinchisi temir bo'la qolsin, temir. Aytgancha men set terganim yo'q, shay aytmoqchi edim. Olg'a. Random setda o'ynayapman. Temirni qanchalik tez topishim ko'ramiz endi. Temir. Temir 1 daqiqa 22 soniya bo'ldi. 1 daqiqa 33 soniyada. Yana bitta random joyga spam bo'lib oldik. Bu safar bu speedrunda esa biz dunyoda belgilab qo'yilgan mana bitta speedrun belgilab qo'yilgan. Hatto unaqa Guinness rekordlariga kiritilgan bo'lsa kerak, o'zimiz biladigan oddiy o't bo'lgan topish bo'yicha speedrun qilaman. Nimaga shunchaki yerdan turgan o'tni olamatsak, lekin o't tushmaydi lekin. Menga qaytish kerak, shuning uchun men hozir borib tosh kovlab temir kovlashim kerak. Boynaga temir topish speedrunni davom etsa ham bo'lar ekan. Tosh kovlash kerak, ikkita temir kovlash kerak, ularni yeritish kerak. Temir qayerda bor ekan? Temir qayerda? Temir. Bu speedrun ko'proqqa cho'ziladi.
2 daqiqa 30 necha soniyada tugatdim boyagisida. Uzoqroqqa 3 daqiqaga borsa kerak. O'tgan speedrunda biz olmozni men 7 daqiqada topgandim. O't blogini topish qiyinroq bo'larmikan-a? Olmos topishdan ko'ra. Kon topish kerak, kon. 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 Ish. Daraxt. Shag'al joy. Resurslar bo'lmay shag'al biyomida. Ikkita daraxt. Kon qayerda? Kon 2 daqiqa bo'ldi. Kon ana. Mana kon. Temir. Kattaroq kon. Temir. Och qola boshlaymiz sekin asta. Past ochlik bari turibdi. Sekin och qola boshlaymiz. Temir chiqmayapti-ku. Boyagi speedrunni davom etaversam bo'lar ekanda. Temir solsang bo'lmaydi. Qayoqdagi nondan ko'ra. Temir. Temir eritish kerak endi.
tez chiqib olish kerak. Speedrun 7 daqiqada yengdim. Rosa qiyin bo'ldi. Oxirgi speedrun eng qiyin speedrunlardan biri bo'ladi. Men Minecraftdagi eng kamyob narsalardan birini qidirishga harakat qilaman. Lekin sizlar keyingi videoda, mana shu videoda yozinglar sharhga keyingi videoda nima speedrun qilishimni. Keyingi video speedrun haqida bo'ladi, undan keyingi video esa boshqa narsa haqida bo'ladi, lekin keyingi video haqida nima haqida bo'lishini aytdim, u keyingi hafta chiqariladi. Sizlarda ko'rib turgan hamma tezroq sharh yozishini maslahat bergan bo'lardim. Va like va obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Meni maqsadim 100 ming, 200 ming emas, atiga 1000 bo'lish. Bu mening birinchi maqsadim. Yo'q, to'g'ri aytishdingiz, birinchi maqsadim. Xo'sh, men atrofni kuzatib olaychi, atrofda nimalar bor. Aytgancha eng qiyin speedrun bo'ladi. Speedrunda biz eng qiyin narsani mol go'shtini qidiramiz. Mol go'shti. Eng qiyin speedrunlardan biri bo'ladi. Chunki boyagi ikkita speedrunda men umuman sigir ko'rganim yo'q. Cho'chqa spam bo'ldi. O, lavali ko'l. Qo'y. Kerakmassan sen. O, zo'r siydi ekan, rosa kanyon ekan. Boyagi ikkita speedrunni shu yerda qilish kerak. Sigir. Boyagi ikkita speedrunni shu yerda qilish kerak edi o'zi. Speedrunni yutdim 40 soniyada. Keyingi videoda nimalar qilishimni yoki undan keyingi videoda nimalar qilishim haqida qiziqish o'rniga sizlar sharhda nima qilishimni yozishingiz mumkin. Darhol sharhda yozing. Shunda keyingi videolar qiziq yoki qiziq bo'lmasligini sizlar hal qilasizlar. Undan tashqari ba'zi youtuberlarni ko'rib qolaman. To'g'ri, ular o'zbek, ingliz emas. Ular juda sodda video qo'yadi. 40 raqamini qo'yib tinishni portlatishadi. Ular so'rashadi, iltimos 100 obunachiga erishaylik deb. Ularning kanalida esa 50 obunachi bor. Sizningcha men hech bo'lmasa 20 obunachiga loyiq emasmanmi? Agar shu video bilan kanalimga 20 obunachi yig'ilsa, keyingi speedrundan keyingi videoni juda qiziqarli video haqida o'ylab qo'yganman, uni haqida aytib beraman. Ham sizlarga yoqadi, ham o'zimga yaratish oson bo'lgan videolardan biri bo'ladi. Ushbu videoni ko'rishingiz uchun siz ikki narsaga amal qilishingiz kerak. Birinchisi, shunchaki sharh yozishingiz kerak. Juda oson. Ikkinchisi esa like va obuna tugmasini bosib qo'yishingiz kerak. Bu menga motivatsiya berib turadi.